Aziz do'stlar, hech o'ylab ko'rganmisiz? Bel og'rig'isiz uyg'onishni, noqulaylikni, surunkali charchoqni unutib harakatdagi yengillikni his qilishni, sizga sog'liq olamida haqiqiy shov-shuvga sabab bo'lgan magnitli turmalin belbog' Turmani Wellbeltni taqdim etaman. Bu belbog' qadimiy Xitoy tabobati bilimlari va zamonaviy texnologiyalarini o'zida mujassam etgan. Magnitlar va turmalin bel uchun ajoyib foyda. Ya'ni e'tibor bering, efir oxirigacha belbog' uchun 30% chegirma amal qiladi va sizni ikkita qimmatli sog'liq uchun sovg'a kutmoqda. Qaysilar deysizmi? Tez orada bilasiz. Turmalin Xitoyda bu yarim qimmatbaho tosh, sog'liq va energiya toshi deb ham atashadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, u infraqizil issiqlik chiqaradi. Bu issiqlik sizning organizmingiz uchun foydali ishlaydi. Oddiy belbog' faqat yuzaki ta'sir beradi, ammo turmalinning infraqizil nurlari tananing to'qimalariga chuqur kirib boradi. Mushaklar va bo'g'imlarni ichkaridan isitadi. Qadimdan ma'lumki, bu nurlar qon aylanishini faollashtirish, yallig'lanishni kamaytirish va shishlarni yo'qotishda katta yordam beradi. Natijada siz chuqur yengillikni his qilasiz. Mushaklardagi qisilish va zo'riqishdan xalos bo'lasiz. Ajoyib emasmi? Lekin bu hali hammasi emas. Turmalin va magnitlar birgalikda kuchli isituvchi ta'sir beradi. Bundan tashqari, belbog'dagi neodin magnitlar qon aylanishini yaxshilash orqali zo'riqish, charchoq va og'ir bel hissini kamaytirishga yordam beradi. Belbog' sizning tanangizni issiqligidan faollashadi. Turmani Wellbelt belbog'ini taqing. Bir necha daqiqa ichida yoqimli va bir maromdagi issiqlikni his qilasiz. Belingiz go'yo dam olayotgandek bo'ladi. Turmani Wellbelt belbog'i ayniqsa bel og'riqlari, osteoxondroz, artrit yoki radikulitdan aziyat chekayotganlarga juda foydali. Siz ham foydalaning. Turmani Wellbelt turmalin belbog'ini hoziroq buyurtma qiling va darhol 30% ni tejang. Va eng yoqimlisi shundaki, belbog'ni hoziroq buyurtma qiling va turmalinli ajoyib paypoqlarni mutlaqo bepulga qo'lga kiriting. Bu mo'jizaviy paypoqlar qon aylanishini yaxshilash va oyoqlardagi shishlarni kamaytirish uchun kiyiladi. Lekin bu hali hammasi emas. Aynan hozir siz belbog'ga mikrotokli gilamchani sovg'a sifatida olasiz. Yengil mikrotoklar oyoqlar tagini muloyimlik bilan massaj qiladi, charchoqni yo'qotadi, qon aylanishini kuchaytiradi va bu sizning ikkinchi sovg'angiz. Vaqtni boy bermang. Bel va bo'g'imlar salomatligi uchun Turmani belbog'ini hozir kattagina chegirma bilan buyurtma qiling va oyoqlaringiz uchun ikkita sovg'aga ega bo'ling. Turmani Wellbelt bu ajoyib tayanch va yuqori sifatli belbog'. Ayni kunlarda bel og'riydiganlar juda ko'p. Mana shu belbog'ni ham o'zim uchun, ham kelinim uchun oldim. Chunki oshxonada muntazam ish qilayotganda baribir belingiz toladi. Bu esa belingizni mahkam ushlab sizga quvvat berib turadi. Men o'ylaymanki, narxi juda ham hamyonbop. Agar sizni bo'g'imlar va umurtqalardagi yoshga oid o'zgarishlar bezovta qilayotgan bo'lsa, turmalin belbog', ya'ni turmanini buyurtma qiling va albatta Turmani Wellbelt belbog'ini ota-onangizga ham buyurtma qiling. Hozirning o'zida qo'ng'iroq qiling. Turmani Wellbelt turmalin belbog'iga hozir katta 30% chegirma bilan va sovg'a sifatida sizga turmalinli paypoqlar va oyoqlardagi charchoqni kamaytiruvchi massaj gilamchasi taqdim etiladi. Sog'lig'ingiz uchun ikkita to'liq sovg'a. Bu ajoyib taklifni qo'ldan boy bermang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'ling, o'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling.